Bu qiz ko'pligidan ismni kim qo'ygan? Bittalar shu ism topilganmi? Bizning oilada 5 ta qizmiz, men 4-chisiman. Shunda tug'ilganimda Adajon osmonga qaraganlar ekanki, katta qizim tug'ilganda bundoq qarab, bundoq qarasa yulduz turgan ekan, katta. Yulduz qo'yibdilar, Yulduzxon. Ikkinchisi ham qiz tug'ilibdi, bundoq qarabdilar, qarasa Oymoma turgan ekan. Ha, Oygul qo'yibdilar. Uchinchilar qiz tug'ildi, osmonga qarasa bulutdan boshqa hech narsa yo'q ekan. Keyin ketdi, Gavhardek aziz bo'lsin deb Gavhar qo'yibdilar. To'rtinchisi ham qiz tug'ilibdi. Nima qo'yishni bilmay o'g'loy qo'yamiz debdilar. Niyat qilar ekan deb, ota-ona bitta o'g'il bo'lsindirkan deb. Bitta o'g'il bo'lsa mayli, qizim o'g'illardan yaxshi hozir. Endi shundoq qarab turib Adajon aytibdilar. O'g'loy qo'yaman debdilar. Keyin onam aytganlar, "Yo'q, hamma katta bo'lsa o'g'il deydi, o'g'il qo'ymaymiz. Nima qo'yamiz? Onasi bo'lmasa desalar, umid qildik, keling, 5-chisi o'g'il bo'lsin debdilar. Umida qo'yamiz debdilar. Lekin to'g'risini aytsam, o'g'ilga o'xshab ketganman. Uyda o'g'il bola deyman-da endi. Bo'lar ekan, ismga jism ham harakatam tortar ekan.